bu mashina mening judayam orzum bo'lishi kerak edi. Lekin buning o'rniga mojaro, buzilgan muddatlar va oxir-oqibat ishni o'zim qilishga majbur bo'ldim. Bugun esa men sizlarga bu mashinaning butun haqiqatini va u bosib o'tgan yo'lni ko'rsataman. Bundan oldingi videoga hammasi yaxshi ketayotgan edi. Ko'rganlaringizdek emoshani polностью titib, o'sha krilolarga hamma joylarida o'sha обработка berib, o'sha grunt sepish ishlari boshlangan edi. Lekin hammasi aytganimizdek bo'lmaydi, chunki bundan keyingi videolarni hozir ko'rasizlar. 12 dekabr 2025-yil. Moshdan tagini o'sha boshqadan hamma joyini tiklash boshladik, chunki o'sha zang urib ketib va chirishni boshlagan edi va hamma o'sha chirgan joylarini kesib tashlab, boshqadan ko'rib turganlaringizdek вообще o'sha zanglagandan keyin chirib, hamma narsalar, musullar to'kilib ketyapti. Qolgan moshdani o'sha tagini o'sha kesib, boshqadan svarkalash boshladik. Shu uchun yangi metallarni olib, qalin metallar bilan polностью hamma joyini svarkalab chiqdik. Moshdan tagini tiklab olganimizdan keyin biz o'sha расширенияlarga qo'limiz tegishini boshladi, chunki o'sha расширенияsiz jadayam stilda menimcha bo'ylayman bo'lmaydi. Shu sababdan jadayam stil uchun biz расширение qo'yamiz va bundan keyin orzumdagi diskani olish uchun biz boshqa shaharga chiqib ketamiz. Soat 23:51 biz Paxa bilan ikkalamiz, короче, Samarqandga ketyapmiz. Nima uchun deysizlar agar? Samarqandda bitta Instagramdan diska ko'rib qo'ydim. Hozir borib nasib bo'lsa agar ko'rib sotib olib Buxoroga kelamiz. Bu degani men o'zim xohlagan diskalardan bittasini topdim. Nasib qilsa borib sotib olib kelib, mashinaga qo'yib ko'ramiz, qanaqa chiqadi. Va nihoyat biz Samarqandga kirib keldik. Kechasi yo'lga chiqqanimiz uchun juda kech yetib keldik va Primoy hozir birinchi hamma legendarniy aytgan joydan, ya'ni bulvardan o'tamiz va bundan keyin prямо zaryadniy stansiyaga borib, zaryadga mashinani qo'yib va uxlaymiz. Yetib keldik mana qo'yadi magazinga ham. Lekin mashina qo'yishga joy yo'q. Mashina qo'yishga joy yo'q. Yetib keldik mana qo'yadi. Shu ham sotib oldik bironta magazindan. Bu yoqqa tog', bu yoqqa esa o'sha balon va disklar. Diskalar mashinaga. Charchadik o'zim ham qulab turgan mashinaga. Baribir mashinada qiyin qurib turish. Hozir qarab tomosha qilamiz. Ko'rib turganlaringizdek bu yoqda polkalik diskalar juda ko'p va turli xil stilda, yana bularda не только jadayam yana har xil stilda diskalar bor ekan, lekin juda chiroyli. Ko'rib turganlaringizdek ikkita zo'ri, вот bittasi polkali, ana shu diska menga yoqdi va ikkinchisi men sotib olmoqchi bo'lgan diska. Нереально chiroyli. Buni dizaynlari yaponskiy, prям jadayam stilda. Agar kim bilsa agar biladi o'sha bu diskalarning razmeriga kelsa agar 10.5J shirokilikda va R15 razmerda bo'lgan diska bu. Biz hozir aylanib morgga kelib qoldik. Shuncha zapchastlar bu. Ashsha ko'p. Endi Buxoroga qaraganda juda ko'p bu yoqdagi zapchastlar. Bundan keyin bilmadim. Samarqandga kelib ketamiz uni. Ichkari polnuryatlar, morg, motordan, hamma narsa bu motor, kuzov. Va nihoyat biz Buxoroga yo'lga chiqdik. Diskalarni sotib olib o'sha yukxonaga yuklab qo'yganmiz va bahani ko'rganlaringizdek o'zi charchagan, meni ham o'sha yuzimdan ma'lum. Bizda charchoq, lekin o'sha oldinda yana bir gal yo'l bo'sh sababdan boshqa yo'lga ketdik. Va nihoyat Buxoroga keldik. Hozir azonga boramiz va guba oldiniga zakaz qildim. O'sha gubani olamiz. Keyin o'sha balon taqishga borsak ham bo'ladi. Balon uyda bor edi, lekin o'shani taqish juda qiyin, chunki bu shiroki diskaligi uchun. Hozir ko'ramiz qanday taqamiz. Hozir azonga keldik. Gubani olishga. Biz gubani olamiz. Shu gubani ham oldik. Короче, qaranglar, bagajlikka balonni oldik. Samimiy qiyin narsalardan bittasi hozir nima bo'ladi? Balonni taqish bo'ladi. Hozir o'sha protsessini ham ko'ramiz. Balon taqishdan men keltirgan balon baribir ham taqib bo'lmadi. Va bundan keyin bir nechta vulkanizatsiyalarni aylanib ko'rgandan keyin bitta tanishga bordim. Bu tanish kamera olib kelib ber va men senga o'tkazib beraman dedi va nihoyat kamera olib keldim. Ko'rganlaringizdek o'sha o'tkazib bo'lingan. Hozirda esa balonni bittasini olib ketaman va yana 3 ta kamera olib kelishim kerak va shundan keyin ketaman. Короче, hozir o'sha bitta balon qildik, kamera bilan bo'ldi. Значит, hozir yana borib kameralar olamiz.
va kelib hammasini qo'yamiz. Nasib etsa agar bugun 4 ta balon уже tayyor bo'ladi. 4 ta balonni ham olib, уже ustaga aytib berganman. Endi ertasi kuni sizlarga ko'rsaman qanday o'zgarishlar bo'ldi mashina bilan. Hozir qarang, jigulni ko'rishga keldim. Nima, rasrenasi уже bo'ldi, diskalar qo'yilgan, уже bu yog'i ham qolib, hozir ko'rsaman sizlarga mashinani. Qaraychi, baho berasizlar. Hammasini bagajga boshlabdi. Qanday bo'lyapti aka? Ketmaganga kayf deydi. Hay, keling bitta narsani ko'rib qo'yaylik. Mashina 10 kun ichiga chiqadimi? Qo'yish. Men dokumentlarni nima qildim? 10 kun ichiga chiqsa agar ana bu borib tex pasport olishim, ana bu eski dokumentlar bo'lsa, eski dokumentlar короче nima bo'ladi? Qanday desam endi. Eski dokumentlarni abonent qo'yib turganda, yangilar qo'yib turgan primoy tex pasport olishim oson bo'ladi. 10 kun ichiga chiqarsa agar. 10 kun ichiga chiqarib bilamizmi aka? Bo'lmasa, o'zi aka bilan nima qildik? 10 kun ichiga nasib etsa chiqadi. 5 so'm aka. Hozir уже arkalar ozgina kam narsasi qolgan. Mashina hamma joyi уже hamma joyi qilingan. Только shu kraskani borib sotib olib, keyin уже sepish kerak edi, lekin ammo kraskani borib olish payti biz usta bilan bordik. Eski shu paytlardan videoga olib bilmadim. Lekin o'sha payt kraskani olayotgan paytimiz o'sha odam aytdiki, agar hozir borib kraskani sepsangizlar, grunt ustidan grunt qanday treskka ketgan bo'lsa agar, kraska ham shunday treskka ketadi va shu sababdan polni mashinadan o'zini o'sha bo'lgan rangini qirib olish kerak edi. Kraskani sotib olmaslikka qaror qildik va usta mashinani polностью tozalab chiqishi kerak edi kraskasini. Qarasam agar уже ancha vaqtdan beri mashina yotgan edi. Bir haftadan 1,5 hafta уже o'tdi. Mashina umuman tegilmagan edi. Va shundan keyin o'zim mashinani kraskasini tozalashni boshladim, ko'rib turganlaringizdek. Yo. Men polni qo'yib chiqdim. Hozir ko'rsam polностью tepa patolog, ana biola. Bu krilo pastırma qilingan, pastiga shpaklovka ko'pedi. Biola tom bu polni bo'ldi. Biola polni bilan Ko'rib turganlaringizdek, mashinani kraskasini polностью o'zim olib tashlaganman, lekin ahvolim juda qanday desam charchagan, уже qimirlashga kuchim yo'q. Hammasini o'zim qildim gap bilan. Imенно kuzovni. Короче, biz полностью kraskasini olib bo'ldik. Detallargacha даже. Bagajnik, fokus yo'q. 4 ta eshik, polni kuzov. Hamma charchagan. Shunaqa charchadik lekin biz, shunaqa charchadik lekin. Quloq chang-chang qiladi endi borib uyga. Endi yana ertalab 7 bilan ish. Bu yoqqa kapot ana. Yangi yilgacha. Shu seriyozga o'zlashib yangi yilgacha usta? Hayır, çıkmarish kerak. Biz birinchi dekabr nasib bo'lsa. Aktyor bo'ladi. Bu izgada. Servis. Серьезно в нас будет? Короче, hozir kraska olish uchun keldim. Hozir kraska olaman, keyin ustaga aytib beraman. Shu oxirgi ishlari qolyapti, nasib bo'lsa agar hammasi bo'ladi, to'g'risi уже charchadim. Psixologik charchadim, из-за того, что har doim qanaqadir problema chiqadi, keyin oson problema emasda, что решать qilish qiyin bo'ladigan problema. Hozir kirib endi ko'ramiz, kraskani olaman, подбор qilaman. Короче, aytib beraman ustaga.
Men tanlagan rang bu fiolet rang edi. Hozirda mashinani ichi bo'yalgan faqat. Nima deb o'ylaysizlar? Necha kunda bu narsa bo'ldi? Mashinani ichi bo'yaldi. 5 kunlarda bo'ldi. 3 kunda emas. Mashina polностью tayyor bo'lmadi. Bu nereal narsa edi. Va nihoyat bundan keyin keyingi kadrlarni ko'ringlar. Afsuski bu tojikcha tilda, o'zbekcha tilda emas va oxirigacha hammasini yozib qo'yaman pastida o'zbekchasida. Договор мекунем o'zi. I mean, чандом числа minus half. Dayum числа. Soat 20:00 yozdаю 50:00 bacha agar mashina kitiraman agar. Naqdam to'yni bilan 4. Ben Monda geçti. Agar Mondaga 6 million mı? Hayır, ben daha şunu çampuldan da konuşuyorum. Bogaçta so'qayotgan. Ne hayır o zaman da şu an maşını tayyor şutki çampuldan da kon. 6 millionu haftada so'qiraman to'g'risi. Şimdi hafsat bodudan da kon. Ben bu W'dan da kon. Bu mantıklıysın. Ha, ne boşa da ka maşını tahkiraman kitaben bakacağım. Hozir men sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Nima bo'ldi va nima uchun bunday bo'ldi. Qaranglar. Biz boshda 3 million so'mga dogovor qilgan edik va men 3 million so'm period qilib bergan edim bu video ko'rganlaringizdek. Undan keyin o'rtada biz yana 1 million so'm tashladim zapchastlar uchun va yana 1 million so'm tashladim qachon o'sha pul so'ragani uchun bu odam. Va bundan keyin shuncha vaqt o'tdi va shuncha mashinani kraskasini olish kerak edi. Shu sababdan yana ishlar ko'payib ketdi va bu odam shu narsa uchun yana mendan yana ustiga 6 million 700 ming so'm so'radi. Lekin dogovor eslaringizga bo'lsa agar 6 million so'mga bo'lgan edi va shuncha 4 million bergandan keyin yana 6 million 700 ming yana ustiga so'rash bu qayin desam endi. Men uchun bu o'g'irlik qilish. Shu sababdan yana bundan keyin yana ortiqcha zapchastlar bu meni o'zimdan edi va bundan keyin yana melish zapchastlar juda ko'p rasxod bo'ldi. To'g'risi agar xohlasangizlar agar bitta Telegram kanalimga kiringlar. Telegram kanalim silkasi opitsialda bo'ladi. O'sha yerda hamma rasxodlar qancha bo'lgan hammasini yozib ketaman. Bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Men bu odamni hech qachon yomonlamoqchi emasman, chunki bizda nima bo'ldi tushunmovchilik. Bizda dogovor to'g'ri bo'lmadi vaqt bo'yicha. Keyin summasiga biz dogovor qilolmadik. И всё. Hammani o'zini ishi bor, u ham o'zini oilasi bor, o'zini boqish kerak. Shu narsalar uchun men hech kimni yomonlamoqchi emasman. Просто biz dogovor qilib bilmadik. Shu sababdan mashinani oldim va uyga qaytib keldim. Bugungi video shunaqa bo'ldi. Mashinani ko'rishlaringiz mumkin. Uyni oldida turibdi, juda chiroyli. Bu proyekt hali yopilmagan. Nasib bo'lsa agar vaqti kelsa agar bu proyektni yopamiz. Videoni shu yergacha ko'rayotgan bo'lsalaringiz katta rahmat sizlarga. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va like qo'yish bu men uchun juda katta podдержка hisoblanadi. Kommentariy yozsangizlar agar 50 ming so'm yutishish imkoniyati sizlarga paydo bo'ladi. Shu sababdan kommentariy yozib qo'yildiringlar. Videoni ko'rganlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.